Assalomu alaykum. Bugungi darsimizga xush kelibsiz. Bugun ham biz Word dasturini davom ettiramiz. Bugun Vistavkadagi ayrim elementlarni men sizga o'rgatib ketaman. Umumiy holatda Word dasturini ham yakunlashimizga ozgina qolmoqda. Xo'p, bugun Cinemok, ya'ni ekranda rasmga tushirish, ya'ni skrinshot qilishlarni o'rgataman. Buni bitta usuli, masalan, salom deb yozib qo'yamiz. Listimizga mana Cinemok, mana Vistavka menyusida Cinemok degan belgi bor. Kiramiz va bu yerdan Vreska ekranini tanlaymiz. Vreska ekranini tanlaymiz va bizda ekranimizga mana oppoq demak nima tushadi? Mana ko'rinishiga qarasangiz oppoq qism bo'ladi. Ya'ni tumanga o'xshab biz o'zimizga kerakli qismni ekrandan belgilayapman. Sichqonchani kursoriga e'tibor bersangiz, plus qora rangda turibdi. Sichqonchani chap tugmasini bosib turib men tortaman. Mana shu qism va mana shu e'tibor qilayotgan qismingizni demak nima qilamiz? Ekranni kesib beradi bizga. Buni yana bir ikkita Shu usullari ko'rdilaringizmi bor. mana? Buning uchun O'zi belgilagan qismimizdagina kesib oldik. Buni yana bir ikkita usullari bor. Buning uchun siz pusk tugmasi, ya'ni klaviaturada 4 ta oynachani rasmi bor, pusk tugmasi, shift tugmasi va S tugmasini birgalikda bosamiz. Mana bu joyga e'tibor bersalaringiz, demak ekranimizda o'sha kesib olish qismi, ya'ni pusk, shift va S tugmalari birgalikda chiqdi. Mana qo'yib yuborsak, ekranimizda mana bunday qism yana chiqadi. Va endi ekranimiz qora, ya'ni qoraroq o'sha tuman qoplandi. Endi nima qilamiz? Sichqonchani chap tugmasini bosib turgan holatda uni tortamiz. Ya'ni o'zimizga kerakli qismni belgilaymiz. Mana qo'yib yuboramiz. Va bu uchun Ctrl V tugmasini birgalikda bosamiz va mana ekranimizni o'sha kesib olgan qismimizda demak bu yerda nima qildik? Joylashtirib oldik. Endi buni o'chirib tashlashimiz mumkin. Yana bitta usuli bu push menyusi orqali push menyusini bosib, push menyusidagi mana menyular chiqadi. Bu yerdan L yoki mana shunday bo'lim chiqadi sizlarda. Agar Windows 10 da bo'lsa, bu boshqacharoq bo'lishi mumkin. Menda hozir Windows 11. Bu yerdan eng pastki qismlarda papkalar bor bizda. Hop, hozir bu yerda qarab ko'ramiz. Masalan, standartli Windows degan papkalarimiz bor. Va o'sha papkalarimizda mana bizning menda Snipping Tool ekan, sizlarda Vreska deb yoziladi. Snipping Tool'da ishlatib ko'rishimiz mumkin. Bu yer ham xuddi boya ko'rganimizdek. Masalan, rasm, demak o'sha belgilaymiz, rectangle qilamiz. O'sha new bosib mana ekranimiz belgilandi. O'zimizga kerakli qismni belgilab mana qo'yib yuboramiz va Ctrl V. Xuddi shunday ko'rinishda siz nima qilishingiz mumkin? Telegramga ham tashlab yuborishingiz mumkin mana rasmni. Faqat o'sha belgilaysiz, kesib olasiz. Telegramga o'tib kimga jo'natmoqchi bo'lsangiz, u kishining lichkasiga o'tib, demak nimani bosamiz? Ctrl V tugmasini bosamiz. Vistavka menyusining keyingi nadstroyka qismi bizga shart emas. Videos internet bu qismi ham kerak emas. Gipersisilka, bu keyingi mavzularda o'tib beraman. Примечание degan qism bor. Примечание bu nima? Izoh qoldirish. Masalan, men mana shu salom degan so'zga izoh qoldirmoqchiman. Ya'ni qanday? Mana belgilayman va Vistavka menyusida belgilagan holatda Примечание izoh qoldiraman. Bu yerga yozaman. Demak, salom bu so'zda demak xatolik bor deb yozib qo'ydim mana. E'tibor bersangiz. Endi mana shu bexros mana Примечание izoh. O'sha izoh qaysi so'zga yozilganligini ko'rsatib beradi. Masalan, bu yerga kitob deb yozadigan bo'lsak va kitobni belgilab, unga Примечание qilmoqchi bo'lsak, mana belgilayman. Примечание buyrug'ini bosaman. Hop, demak mana bu kelib qoldi bu yerga. Demak nima qilar ekanmiz? Belgilab olamiz. Примечание buyrug'ini bosamiz va o'sha so'zga demak kommentariy yozib ketsangiz bo'ladi. Xuddi mana Telegram kanali tagida kommentariy yoki Instagramda kommentariy qoldirganingiz kabi. Demak bu yerga book deb yozib qo'yamiz. Mana bu. Endi колонн titullar bor. Верхний колонн titul, нижний колонн titul, nomer страница. Верхний колонн titul mana kitoblarni yuqorisiga e'tibor bergan bo'lsalaringiz, har bir varoqda alohida matn bor va bir xil o'sha matn demak nima qilgan yozilgan bo'ladi. Xuddi shunday bizlar ham har bir listga bir xil matn yozilishini istasak, колонн tituldan foydalanamiz. Верхний колонн titul, bu yerda shablonlar bor. Mana birinchi shablonni tanlayman va bu yerga demak nima deyman? Jahon tarixi demak masalan 7-sinf deb yozib qo'yaman. Endi men mana shu listlarni yangi list qo'shsam, Vistavkaga o'tib
mana vistavka bo'limiga o'tib, pustaya stranitsa yangi list qo'shadigan bo'lsam, har bitta listimda demak nima qilib chiqyapti? Jahon tarixi mana. Yaqinlashtirib nima qilamiz? Jahon tarixi 7-sinf. Demak, keyingi jahon tarixi 7-sinf. Jahon tarixi 7-sinf mana. Har bir listga jahon tarixi 7-sinf deb yozib beradi. Bu demak verxniy kolon titul, ya'ni yuqoridan kolon titul qo'yish. Nijniy kolon titul esa pastga, o'sha matnimizni pastki qismidan kolon titul qo'yadi mana. Ko'rganlaringizdek, mana e'tiborli bo'lasizlar. Mana shunday. Masalan, verxniy mana bu yerda matn, o'sha matnni o'zgartiramiz pastdagi. Ko'ramiz, masalan, demak nima qilamiz? Toshkent deylik, mana Toshkent. Demak, chiziqcha belgisi 2025. Nashriyotning nomini yozib. Mana bu ikkita chetdagi matn bizga demak shart bo'lmasa, mana o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Yoki yerga ham sana nimalarda qo'yib tashlasangiz bo'ladi. Endi verxniy kolon titul har bitta listimizning ostki tarafida Toshkent 2025 degan yozuv paydo bo'ldi. Ko'rsangiz bo'ladi. Endi mana shu listlarimiz bilasizlar kitoblarda raqamlangan bo'ladi. 1-sahifa, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi sahifa va hokazo. Bizlar raqam qo'ysak ham bo'ladi. Vistavkaga kiramiz, nomer stranitsa va bu yerdan o'zimizga birorta raqamni demak joylashtirsangiz bo'ladi. Vverhu tepadan raqamlar beradi, vnizu pastdan poliya bo'yicha umumiy mana shu shablonlar bor. O'sha shablonlar bo'yicha raqamlar beradi. Bizlar o'sha listni pastki qismidan raqamlaymiz mana. Mana demak, bu birinchi list, mana ikkinchi list, uchinchi list, mana eng pasti to'rtinchi list va beshinchi list ko'rinishda raqamlab oldim. Xuddi shunday siz demak hujjatingizda numeratsiya raqamlab olsangiz bo'lar ekan. Vistavka menyusida keyingi buyrug'imiz yaponskiy yazdik, bu shart emas. Tekstovoy polya bu sizga shablon ko'rinishidagi mana polya maydonlar qilib beradi. Bu yerdan o'zingizga mos biror maydonni tanlab olsangiz bo'ladi. Masalan, mana shu maydonni tanlab, mana shu polyaga o'zingizga mos maydon, ya'ni yozuvlar joylashtirsangiz bo'ladi. Masalan, eng zamonaviy kasblar, masalan, ro'yxati deb yozib qo'yib, bu yerga zamonaviy kasblar haqida ma'lumot berib o'tsak bo'ladi. Bilasizlar, bu gazeta nimalarda uchraydi ko'pincha. Mana bu kolon titulni udalit, boyagi izoh kommentariyani udalt qilishimiz mumkin. Sichqonchani olib kelib, o'ng tugmasini bosgan holatda udalit primechание. Udalit qilib tashlash. Udalit primechание. Demak, udalit qildik va pastki qismda mana bu yerda esa boyagi demak nimani ko'rdik? Tekstovoy polyani sinab ko'rdik. Bu ham o'zingizga. Bu shart emas. Watermark degani bor. Endi boya matnni ko'rinishini o'zgartirish, masalan, salgina ekranni yaqinlashtirib olamiz. Bu yerga matn yozishimiz kerak. Watermark tayyor shablon beradi. Mana bunaqa tekstovoy shablonlar. Masalan, belgilab olib, mana shu shablonni biz nima qilishimiz mumkin? O'zgartirishimiz mumkin. Masalan, Joy Links IT Academy. Mana shunday ko'rinishda demak yozuvni biz o'zgartirib olsak bo'lar ekan. Xo'p, yana ko'radigan bo'limimiz bu yerdan imzo qo'yishimiz mumkin. Aytmoqchi, bu mana stroka podpis Microsoft Office. Mana bu yerga kiramiz, Настройки Office. Bu yerga ism, familiya, sharifimizni yozamiz. Masalan, masalan, direktor va ok tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bu yerga biz mana bu matnni teparoqqa surtib turaman. Mana bunday ko'rinishda shablon qilib berdi. Ya'ni bu imzo qo'yishingiz uchun yaxshi demak stil ekan, lekin bu bizga noqulayroq. Shuning uchun o'zimiz обычный holatda uni yasab chiqsak anchagina foydaliroq bu shablondan ko'ra. Keyingisi bu mana bu belgi, ya'ni matn, data va время sanalar bilan ishlaydi. Mana sizga bugungi sanani mana bunday turli xil ko'rinishlari bor. O'sha ko'rinishlar bilan yasab beradi. Belgilaymiz. Mana Monday 28-aprel 2025. Demak, shablonlar chiqarib beradi. Va keyingi etap bu уравнение bo'limi. Уравнение bu matematik formulalar foydalangan holatda bundan foydalanishingiz mumkin. Masalan, уравнение yozuvni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, mana место для уравнения va konstruktor bo'limi chiqadi. Bu yerda shablonlar bor hamda bu belgilar bor, simvollar, o'shalardan foydalanamiz. Bosamiz. Y teng, masalan, biror funksiya yozib ko'ramiz. Demak, x ning kvadrati deb yozmoqchiman. Drop degani bor. Bu demak kasr ko'rinishidagi sonlarni yozishda foydalanamiz. Arifmetik masalan, demak nimalar bor mana?
ko'rishingiz mumkin. Mana drop. Mana bu yerga demak kasr bilamiz, 3 taqsim 4 tak salgina nima bo'ldi mana. To'rtburchakni ustiga bosib belgilab olamiz 4. Chiziqchaga bosib, demak x ayiramiz. Masalan, konstruktorda yana qaysi? Indeks darajasiga yozish. Indeks bu yerga x ning masalan nechinchi darajasi deymiz? Kitoblar yozishda foydalansangiz bo'ladi. 3-darajasi. Qolgan shablonlarda ham xuddi hammasini bir xil qilib sinab ko'ringizlar. Mana radikal, ildizosi sonlar, integrallar, mana 10-11-sinflarda o'tiladi bu mavzuda. Integral tushunchasi. Operatorlar bu endi sizlarga o'sha oliy matematikada o'tiladi. Skobkalar, qavslar yoki funksiyalar, sinus, kosinus, tangens 8-9-sinfdan o'tiladigan mavzular. Mana shularda har birini demak o'zingiz sinab ko'rishlaringiz mumkin va o'sha kitobingizdagi, matematika kitobingizdagi belgilarni bu yerga kiritib o'rgansangiz bo'ladi. Demak, bu qismimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, buni o'chirib tashlaymiz. Bu yoq qismini ham o'chirib tashlaymiz. Demak, bizga bular endi kerak emas, berizat qilamiz. Xo'p, endi ixtiyoriy matn chiqarib olaman, lorem deb. Lorem masalan 4.5 ixtiyoriy matn chiqarib oldim va dizayn bo'limini o'rganamiz. Dizayn bo'limida mana bu qismda tema bor. Har xil ko'rinishdagi temalar. Bu temalarni tanlaganimizda mana shu matnimizda ayrim o'zgarishlar bo'ladi. E'tibor bersangiz mana. Bu tema bilan buni farqi bor, mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Keyingisi stillar bor. Masalan, mana bu yerda formatlar bor. O'sha matnning ko'rinishini bular ham ma'lum jihatdan o'zgartiradi. Ta'siri lekin juda ham kam. O'zingiz tanlab xohlagan nimaga o'tkazib olsangiz bo'ladi. Svet bu rang beradi masalan, lekin matnda bu rang ta'sir qilmaydi. Shrift lekin ayrim jabhalarga ta'sir qilishi mumkin. O'sha matnda shriftini mana har xil ko'rinishda o'zgartirib olsak bo'ladi. Masalan, mana shu zo'r shrift ekan. Interval между абзац, ya'ni abzaslar orasidagi masofani. Узкий, открытый, свободный, двойной mana ko'ryapsiz, matn abzaslari orasida o'zgarishlar yuz beradi. Effekt bersangiz bo'ladi. Effekt ham uncha ko'p ta'sir qilmaydi. Endi po umolchani bu mana shu yerdagi hamma o'zgarishlarni boshqa mana 5 ta listimiz bo'lsa, o'sha 5 ta listimiz uchun ta'sir doirasini o'zgartirib beradi. Endi sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan qismim mana bu asosiy o'ng tarafda turgan 3 ta buyruq. Bu podloshka buyrug'i. Podloshkada bizga mana bunaqa namunalar beriladi. Masalan, mana shu listimizning orqa foniga mana shunday yozuvlarni chiqarishimiz mumkin. Buning uchun nimadan foydalanamiz? Qarangizlar. Podloshkaga kiramiz va Настраивание podloshka menyusidan ishga tushirib olamiz. Настраивание podloshkani kirdik va bu yerdan podloshka. Без podloshkada turibdi. Hozir hech qanday podloshka yo'q. Biz risunok, ya'ni rasm qo'yishimiz mumkin. Qanday rasm qo'yamiz? Vibrat qilaman. Men o'sha kompyuterimda birorta avtonomniy robotani tanlab, masalan, rasm qo'yishim mumkin. Tak, bu yerda download. Agar siz internet bo'lsangiz, internetdan ham olishingiz mumkin. Masalan, metani rasm qo'yamiz. Facebookda nimasini. Va joylashtirdim. Hozir обесцветить buyrug'ini bir ishlatib ko'ramiz. Qarangizlar. Ok tugmasini bossam, mana metani buyrug'i paydo bo'ldi mana. Listimizda demak nima bo'ldi? Meta belgisi paydo bo'ldi. Endi buni o'zgartiramiz. Hozir meta belgisi sal xiraroq, ya'ni shaffofligi yo'q. Bundan обесцветitni o'chiraman va ok tugmasini bosaman. Endi e'tibor bersangiz, mana meta belgisi yanada tiniqroq ko'rinadi. Boshqa rasmlarni ham xuddi shunday bu yerga joylashtirish mumkin. Endi men sizlarga matn yozishni ko'rsataman. Podloshkaga kiramiz. Podloshka, Настраивание podloshka va bu yerdan text degan bo'limi bor. Text degan bo'limga kiramiz va mana Delete Sujin Pazin. Bu yerga endi o'zingizning ismingizni yozib qo'yishingiz mumkin. Kiramiz. Text degan bo'lim bor. Bu yerda mana shu matnni o'chirib tashlaymiz. Masalan, bu yerga hop joy links IT Academy deb yozamiz. Shrifti Franklin Gothic, razmeri shu tursin, svet masalan rangi, masalan boshqacharoq rang ko'rishimiz kerak. Diagonal va gorizontal bor. Diagonal bilamiz, o'sha burchak shaklida joylashgan. Mana ko'rib turganingiz bu diagonal. Agar to'g'ri yozilganda bu gorizontal ko'rinishda bo'ladi. Endi Joy Links IT Academy.
Matnga e'tibor bersak, bu manasi oldingi matnga demak nima qilmaydi, ta'sir qilmaydi. Bu shunchaki listni o'ziga yopishtirib nima qiladi. Mana bu matnimiz esa o'sha pastidan demak yozib nima qilsak ham bo'lar ekan. Yoki pastga tushirib ko'rsataman sizlar uchun. Mana, ko'rasizlar? Bu matn uni ostidagi matnga ta'sir qilmaydi. Bu demak podlochka bo'limi. Podlochkani o'chirish uchun udalit podlochka qilishingiz mumkin. Keyingi qism switch stranitsa, ya'ni switch stranitsa orqali mana shu listimizda rangini o'zgartirsak bo'ladi. Yashil, ko'k, qora, mana har xil ko'rinishdagi ranglar bor. O'zingizga mos rangni tanlab, o'sha svetini ko'rsak bo'lar ekan. Granitsa stranitsa bu ramka berish. Masalan, mana bu yerda ramka ko'rinishlari bor. Mana bu yerda o'sha ramkamizda obraz namunasi tepadan chiziq qo'ysin, pastdan ikkita yon tarafi chiziqlarni aktivlashtirib qo'yamiz. Mana aktivlashdi. Endi bu yerdan o'zingizga mos ramka mana shunday chiziq qo'yishi bo'lsin. Qalinligi masalan 3 pt emas, qanaqa 4,5 bo'lsin. Ok tugmasini bossak, mana listimizning chetki tarafiga o'sha granitsani qo'yib berdi, lekin mana bu o'zgarishsiz qoldi. Mana ok tugmasini bosamiz mana. Listga demak bu nima qilib berar ekan? Ramka joylashtirib berar ekan. Mana shunday demak ko'rinishini o'zgartirib olsak bo'ladi. Endiga qiladigan ishimiz granitsa stranitsaga kirib, risunak bor. Bu yerdan rasm qo'ysak bo'ladi. Mana qalam, barglar, masalan, archalar, palmalar, masalan, yulduzchalar rasmi qo'yib ko'ramiz masalan. Yulduzcha rasmi tanladi. Hop, endi mana bu nimada yulduzcha rasmi qo'yiladi. Bunga sal o'zgartirish kiritamiz. Ya'ni shirinasini demak qisqartiramiz. Buni maydalashtiradigan bo'lsak, mana yulduzchalarimiz orasi qisqaradi va chiroyli ko'rinishga kelib joylashadi. Yulduzcha demak shakli. Ya'ni bu ham ramka qismini demak bizga demak yasab berish uchun qo'llanilar ekan. Endi sizdan talab qilinadigan narsa mana shu ramkalarimizda yana bir o'zingiz demak nima qilib ko'ramiz, bajarib ko'ramiz, vazifa bo'ladi. Vistavkada formulalar yozib ko'ring, kitobdagi menyudagi formulalarni kiritib, o'zingiz alohida ishlab ko'ring, bular bilan kalom titullardan foydalaning, WordArtda ishlatib ko'ring. Ekranda syomka qilib ko'ramiz. Dizayn bo'limida stillar berib, podlochkalarni sinab, svet, rang bering listingizga. Granitsa o'sha ramka, yulduzchali ramka, qalamli ramka bularni albatta o'zimizni kompyuterda bajarib ko'rishimiz kerak. Chunki eng yaxshi o'rganish bu amaliyot yordamida o'rganish. Shuning uchun ko'proq e'tiboringizni amaliyotga qarating va bu bo'limlarni albatta o'zingiz mustaqil demak nima qilib ko'rishingiz kerak, bajarib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bo'lsa keyingi darsgacha ko'rishguncha